Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men ettebahudah. Rabbena la tuzigh kulubana ba'de iz hedeytena ve heb lena min ledunke rahme inneke entel vehhab. Amma ba'du. فيقول المصنف رحمه الله تعالى الجزء الثاني من هذا الكتاب يعني كتاب الإجارات وهو النظر في أحكام الإجارات إجارة أحكام لرغا مناسبة لك مسلانة بحث المزمج وأحكام الإجارات كثيرة البتة إجارة كب نورغن ناسلنا إجارة geliştirmek مخبشبه حتى hazır zamanda adette o hayvan ya ki maşina, aeroplan, öy, dükkan onun başka taha böyle konu icara geliştiğin yapılmış oldu. Mesela bu icara hakem baklam köp. Walakinnaha bil cümleti tenhasiru fi cümleteyn. Lekin bunu yığınçaklasak iki top buludu dedi. El cümletul ula fi mucibat hadal aqd. Mucibat hadal aqd gene muş to'xtamlashdi hozir. To'xtamlashgandan keyin shu nimani taqozo qiladi, nimani keltirib chiqardi. Masalan, quruq to'xtamlashdi. U pulni oldin berish yengib yo'q. Dastlab hozir gachchida vojib bo'lgan narsa nima? Mashinani topshirish kerak. Mashinani topshirgandan keyin ondan men ijarani udulluq paylanib, ondan udulluq berma degan gap chiqadi. Abu Hanifaning o'rnida. Boshqa berish kerak. Paylanib, ondan pul urdi demak. Ya'ni 1 soat paylangandan keyin 1 soat pul urdi. 2 kun paylanish 2 kunlik pul urdigan pul verish keyin keldi. Mashinani burun topshirish kerak demak. وَلَوَازِمِهِ مِنْ غَيْرِ حُدُوثِ طَارِئٍ عَلَيْهِ وَلَوَازِمِهِ degan min g'ayri hudusi tarin alayh. Hech qanday bir ish bo'lmasimi, yangilik kelib qolmasimi, mushu to'xtam kuchga ega bo'lib ketadigan masalalar edi. Qanday narsalar bu to'xtamni kuchga ega qilib o'tadi, hisob qilib o'tadi. Al-jumlatu thaniya fi ahkam at-tawari. Ikkinchi turligi ijara berilib bo'ldi, lekin favqulodda kelib qolgan masalalarga xos ahkamlar. وهذه الجملة يعني مش أحكام الطوارئ دينا أخشيدو تنقسم في الأشهر مشهور قراشتا بنتقانش قسمغا بلنكين إلى معرفة موجبات الضمان وعدمه قندا ناسلا تلمني كالترب چقردو يا قندا ناسلا تلمني بكا قلوتدو من دام أيرغلولدو ومعرفة وجوب الفسخ وعدمه يعني قندا أهوال الله دا وإجارنا بزوت شكرا كلاب قلودو ياكي بزماسك كرا قلودو ve marifeti hükmül ihtilaf. Yani iki taraf ihtilaflaşıp kalgan çağda kanda bir taraf kılışını bilişke bölündü dedi. El cümletul ula fi mucibati hadal aqdigine ve min meşhurati hadal bab meta yelzemul mukra def'ul kirai iza atlaqal aqd. El mukra diyen müşahede el muktari dama. El muktari. Muktari mukri mi? Mukri degan bu ijara beruvchi bo'lib qoldi. Ijara beruvchi pul to'lamaysiz, ha? Sizning mukra? Mukra? Muktari desak, andan bu shu mujibatul aqd, lavazimul aqdga munosabatga. Yani şu icari hesabına kettirsek, icari algan adam pulunu to'lash kerak. Şu muktari desek to'g'ri bo'ldi demoqchi. Agar mukra desla hayvon mashina bo'lib qoldi. Akra dabba deymiz. Tamam? Nolanikin ad-dabba ash mukra bo'lib qoldi. Al-mukra lahu desek, andan icariga alg'uchi degan bo'ldi. Ya mukra lahu deyli, yoki al-muktari desek bo'ldi. Daf'al kira demoqchi. Yani bir mashinani ijaraga bermoqchi bo'ldi. Mushu adam qachon shu ijara pulini berish kerak bo'lib qoldi dedi. Kira degan shu kira puli deb, ijara puli deb tushun. Ida atlaqal aqda. Yani bu yerda pulni falan chaqib berishing kerak, u bu degandek narsa deyilmay, mashina ijara beramlab beray deb tushgan ahvolda qachon topshirish keraksa, valam yashtarit qabda saman. Yani pulni qo'llanma bermasa deb unda shart qilmabdi. Faqat lama mutlaq mashina ijaraga beray debdi, ijaraga oldim debdi. Ijaraga boshlabdi, ijaraga berdim debdi. Pulni bermasa demabdi. Yani mutlaq endi bir ijara to'xtam bo'ldi dedi. Lekin ashuna bo'lsa, qachon? Pul bersa deyishmabdi. Deyishmagan holda pulni qachon berildi deb. Shu pul desek to'g'ri chiqdi. Bular
Hozir pulni bersa deb shartlashmay, ijaraga oldim, ijaraga berdim deb deyishibdi. Degan chog'da hamda pulni qachon berishga majburlaymiz shuni. Qachon berish kerak? فعند مالك وأبي حنيفة أن الثمن إنما يلزم جزءا فجزءا بحسب ما يقبض من المنافع. İşkilerinin nazarda icara pulu degan manfaatni qo'lga topshirib erishi qarab qadam verish kerak bo'lgan narsa. Bir kunlik az bir kunlik, bir soatlik az bir soatlik bunda berdigan. İlla an yashtarita zalik. Faqat lam kim berishga shart qilsa, ilgir berishga shart qilsa, shu deyishgan bo'yicha. Ana shartlashmadi dedik mana. Shartlashmagan ahvolda deyilayotgan masala. أو يكون هنالك ما يجب التقديم ياكي oldin berish kerak qilgan bir sabab bo'lib qolsa bo'ladi deydi. Lekin normal ahvolda qachon desa udulluq berish kerak deydi. Ya shu mashinaga masalan bir narsa bekitmoqchi etdim, yarim qilmoqchi etdim, pulni bersan undan muqtada shu mashinani o'shash uchun ash pul lozim bo'lib qolgan bo'lsa, masalan bir chaqi yo bir ehtiyotchi chaqdim berish kerak. Ma ijar pulni bergin mana bir ehtiyotli chaqtimni qilib, undan degan bo'lsa, masalan, o'chada oldin berish kerak bo'ldi. Bo'lmasa, oldin mashinani topshirdi. Pul demay turib. Metla yakuna aywadan muayyanan. Mesela shu puli ma'lum bir xil badal narsa bo'lib qolsa deydi. Hozir ma ijara pulni pul demasakmi masalan, pulni o'rnida masalan bir taqa bug'doy degandek. Ya bir qo'y masalan. Shunda bir narsa bo'lib qolsa, birroq berib qilish kerak bo'lib qolgan ahvoli bo'ldi deydi. Uning misoli balki ma'lum. Ev yakunu kira'an fi zimma. Ev yakunu kira'an fi zimma degan yoki ash mashinani men akib berma deb ash mashinani zimmasi bor. Hozir ma yujubi taqdim deganga qadar tushunishlik bor. Tamam? Mesela yakuna evadan muayyana deganimi balki muayyan bir narsani deyish bo'lmasa shuni berib o'tmasak keyin kechiktirsa bo'lmaydigan. Masalan, mashina ijaraga bergan bo'lsa, bir ton sut masalan, bir ton sutga ijaraga bergan desak masalan, muayyan mushina degan bo'lsa, ani ata beray desa u buzilib bo'ladi. Buning uchun shungacha beritish kerak. Evad muayyan demakchi. Yo yakuni kira'an kirdimma yoki bo'lmasa gachchida ba'nsin bo'ldi. Pulni hozir bersa degan ahvolda pulni olmay turib bu mashinani topshirish kerak demakchi. Bu İmam Abu Hanife bilan İmam Malikning qarashi ekan. وقال الشافعي يجب عليه الثمن بنفس العقد. İmam Şafii deb turibdi. Bu mashinani topshirmisimi? To'xtamni qildimi? Ijara to'xtamini. Mashinani akama va undagi pullardan demaydi. Cho'qim pulni gachchida berish kerak deydi. فمالك رأى أن الثمن إنما يستحق منه بقدر ما يقبض من العوض. Demek İmam Malik ve Ebu Hanife bular paydalangan ijaraga olgan narsadan olgan paydini qo'lga olgan sira andin shunga loyiq ijarani berish kerak bo'ldi. Paydani olmasa, mashinani qo'lga topshirib olmasa, pulni berish kerak bo'lmaydi dedi. والشافعي كأنه رأى أن تأخره من باب الدين بالدين. İmam Şafii debdi, ijaraga olgan narsani kechiktirib o'tish, ya'ni mashinani kechiktirib o'tish, pulni kechiktirib emasmi? Mashinani kechiktirib o'tish xuddi nesinasiga yo'q qazi sotgandek bir ish bo'ldi. Riba shakllanib qoldi degandek turadi deydi. Mesela ishkadan to'xtamlashadi. Mashinani ijaraga olmoqchi, manch pul, bir kunlik manch pul dilma endi ekan, hozir birisi demanlarsizlar. Mashinani qaytirib akayanchadi, bir degan nima bo'lgan ekan, to'xtamlash bo'lgandan keyin mashina qo'llarida bor mana, to'xtab qo'yadi. Oshqini bersanmi deb mama desam gachi berishlar kerak deydi. Buni yo'q bermayanda, yelzamu al-muktari juz'an bihasbi ma yaqbid min al-manafi. Foydalangan sira foydalanuvchi ijaraga oluvchi undan pulni to'lash kerak bo'ldi degan ekan, alayhi degan damir aşı muhtariga qaytadi. Foydalangancha qancha foydalanish uchun pul berdi do'stlarma? Muhtari shu. Muhtarga bu narsani bermagan tursa, bu narsani qachon bermaymiz deyotgan tursa, biz qanday bu mashina bo'lib yana. Boshda mashinani topshirib ilishim kerakmas. Ya'ni ijara bergan kishi mashinani topshirish kerak. U yo'q pulni ondan berma deb o'tamaydi. Pulni oldinlashi shart qilmagan ahvolda mashinaga topshirish kerak. Hozir to'xtamlashdi. Mashina bor, ochiqish bor. Berishni to'sab qo'ygan bir ahvol yo'q tursa, u mashina men bermay tursa, to'xtam qilishdiqma, ekasli mashina deb men majbur ola olmayman demoqchi. Bermay tursa bo'lmaydi demoqchi.
mujibat hadal aqdigini mush to'xtamlashdi hozir. To'xtamlashgandan keyin shu nimani taqozo qiladi? Nimani keltirib chiqardi? Mesela quruq to'xtamlashdi. U pulni oldin berish yengib yo'q. Dastlab hozir gachchida vojib bo'lgan narsa nima? Mashinani topshirish kerak. Mashina topshirgandan keyin ondan men ijorini udulluq paydalanib, ondan udulluq berma degan gap chiqdi. Abu Hanifaning da. Imom Shafiy deydi, "Yo'q, pulni gachcha topshirish kerak. Mashinani topshirishdan ilgari pulni topshirish kerak" deydi. Ya'ni 1 soat paydalangandan keyin 1 soat pulni urdigan. 2 kun paydalanish 2 kunlik pul urdigan. Pul berish keyin keldi. Mashinani burun topshirish kerak demoqchi. Aslında söz gerek masum. Hadi Kur'an'a ama başını okuyalım. Walakinnaha bil cümleti tenhasiru fi cümleteyn. El cümletul ula birinci toplum mesele fi mucibat hadal aqd ve lawazimihi. Muş aqdi to'xtamni shunda qilgandikilar ijara beramsa berma. Manch pulga manch pul. Bunda bir to'xtamlashgandan keyin bu aqd nimani keltirib chiqardi? Birinchi qilish kerak bo'lgan ish nima? Va lavazimi. Lazim degan mush aqd bo'lgandan keyin zada qilish kerak bo'lgan ish shuni takrorlash shuni. Min g'ayri hudud tarin alay. Favqulod bir ahvol bo'lmasa, favqulod bir ahvol bo'lib qolish shuni qartash qilamiz. Lekin normal odatdagi bir ahvolda to'xtamni qilish bo'ldi. Qilish bo'lgandan keyin birinchi qadamni nima qilishimiz kerak degan masala. Imom Shafiy deydi, pulni gachchida bermay kechikib qilishi bu qarzni sotganlik. Xuddi shu mashinadan foydalanish taqiq naqd puliga chemigandek, undan bu ashunda nesi bir manfaat uchun pulni oqiga tortgandek bo'ladi deydi. Ve min zalika ihtilafuhum fi man iktara dabbatan aw daran ve ma ashbaha zalik. Yani bu masalaga chetishlik, yani bu mujibatul aqd va lavazimiga chetishlik masalalarning birisi bir ulaqni yoki bir uyni ijaraga olgan bo'lsa, hal lahu an yukriya zalika bi akthara mimma iktarahu. Ashu uyni yoki do'konni yoki ashu ulaqni o'zi olgan ijaradan ortiqroq pulga ijaraga bersa bo'lamdi boshqalarga demoqchi. Masalan, bizning darimizda hozir do'konni ijaraga qilib, keyin bir muddatdan keyin o'tinib berish aqdi ilib boshqalarga ijara berib turishog'i. Shunga o'xshaydi. Fa ajazahu Malik va Shafi'i. Imom Malik va Shafi'i joiz debdi. Masalan, bir do'konni 10 ming qo'yga olibdi. Keyin 20 ming qo'yga boshqa birisiga ijaraga olg'uchi, yana bir ijaraga olg'uchiga bersa bo'lamdi. Do'konning egasi boshqa. Varlashmadir. İmam Malik ve Şafii caiz deb qaraydi ekan. Davomida jutga shu o'tinib turishimiz bo'ldi ekan. Misr to'xtamni bağlı da qilmaydi. Misrda ijaraga egisi birdi, u boshqa ijaraga olgan ijara beradi. Nada İmam Abu Hanifa'ning o'zi bo'yicha. فأجازه مالك والشافعي وجماعة قياسا على البيع. Bular satqan narsa qiyas. Bir narsani sotib olgan odam foydasi sota oladi-ku? Aynan shuni qiyas. ومنع ذلك أبو حنيفة وأصحابه. إمام أبو حنيفة لن شاگردلari bunda qiz bo'lmaydi debdi. Yani İmam Abu Hanife deyken ortiqi uning qalil bo'lmaydi. İmam Abu Hanifening qarashi faqatlan shu do'kon ya uyga, uy va do'konning qimmatini oshiradigan bir narsa ishlab qo'ygan bo'lsa, masalan uyda mukayyaf yo'qkan mukayyaf ochirib qo'yibdi. Do'konni bezab qo'yibdi. Masalan, aslında qilgan bo'lsa, ondan ortiq ijaraga vas bo'ldi. Bu hech qilmagan bo'lsa, ortiq narsa bo'lmaydi deb. Va jamoat deganning ichida shu Imom Ahmad bin Bakir, ya'ni Imom Malik va Shafi'i va Ahmad qatorliq jumhurlar joiz deb qaraydi. Imom Abu Hanifa ham joiz emas deb qaraydi ekan. Va umdatuhum annahu min babi ribh ma lam yudman. Yoki ma'lum yodman desak bo'ldi. Bu o'zi buningga ega bo'lmagan, kapolat ostiga kirmagan narsaning foydasini olishdan iborat. Bu uy boshqa haqniki. Bu faqat foydalanish uchun ijaraga olgan. Davomkeyin bu o'zining kapolati ostida emas bir narsani ijaraga berib foydalanishdan iborat debdi. Bu bir xil qiyosimdir. Ma'lum yodman deganga qiyos qilyapti Abu Hanifa. Avla setib olgan narsa qiyos qildi. Yani damanal asli huwa min rabbih. Çünkü bu uyni to'liq kapolat ostiga olgan adam kim? Shu uyni yesibdi. Buzib ketsa, ega bo'lgan, biz o'g'ilib ketsimiz, yana shuni bo'lgan adam shu-ku. Yani minal mukri. Yani ijaraga beruvchi shu yigitdi bu uyga. Yani ijaraga oluvchi o'z ega bo'lmagan narsaga, ega bo'lmagan narsani ijaraga foydalanyaptidir dedi. وأيضا فإنه من باب بيع ما لم يقبض. Yani bir çatak bunun kuluğu tapşırıp amgan nasını icari bir ibaret dedi. Min bey'i ma lam yaqbad.
Yani qo'lga topshirib olmagan shu manfaatni setishdan iborat. Savdo qiyos qilsang, lekin ma'lum yo'qmat bu deb turadi. Ya'ni bu xuddi olimning dalilini hozir qiyos ma'al farq demakchidir. وأجاد ذلك بعض العلماء إذا أحدث فيها عملا. وأجاد ذلك بعض العلماء إذا أحدث فيها عملا دينا إمام أبو حنيفة من جائز değil. Bir özgürtüş kürgüzüp, cinayetini yasap, sarılap, bizep, kıyam bolsa, onunla pul kundusu bulduğu demekçi. Ya da xuddan onundan başkalarını degandek dedi ki Abu Hanife'ninki de bunda jaiz deb qaraydi. Mesela bir dükkanni ijaraga oldi, endi hech qanday o'zgartirish kirgizmaydi. Ya'ni bir elanga foydasiga ijaraga bersa, jumhur jaiz dedi. Abu Hanife jaiz emas dedi. Hamda uningga bir bezash yoki bir yaxshiroq qilib yasaydigan shaklda chiqim qilibdi ijaraga olgandan keyin. Yo oshxona qilaman deb oshxona loyiq yasab turmasdi. Yoki boshqa bir do'kon qilaman deb shunga loyiq yasagandan keyin uni boshqa birisiga ijaraga berib o'tib qolsa, o'zi ijaraga olgan puldan ortiqroq ijaraga bersa bo'ldi deydi. Buningda bir ittifoq desak bo'ladi. Abu Hanifa shunda, jumhurni albatta shunda deydi. Shunga ba'zi ulamo degina Imom Abu Hanifani xuddi ortiq bizab qilgandan keyin ortiq ijaraga bersa bo'lmaydi deb qarab qilib muallif. Ba'zi olimlar debdirki Abu Hanifa shumi emasmi toza ta'kidlanmay qolganda. Madem yutma o zinnet degenler o zamanını çekmeydi. Zinnet degenler o zamanını yıkılamaydı. Ya bu deliller onda ekegen bilen artık bir narsani qilgan ahvolda ortiqni talab qildi. Bu hozir ortiqni chiqim qildi. Ortiqni chiqim qilgandan keyin ortiq ijaraga foydalanmagan bo'ldi. Bu yerda ribh degan gap yo'q shu Abu Hanifa. Hozir ahvatdan degani ma'lum o'tmandan ribh olgan bo'lmamda ribh yo'q bu yerda. Mesela 10 ming ko'y qopdi. 2 ming ko'y buni sirlabdi. Buni 12 ming ko'y ijaraga berdimi? Ijaraga bersa Imom Abu Hanifa bo'ldi dedi. Chunki bu izi. Lekin nima bu ribhlar qilmadi, ribh bo'lmaydi. Shu izi o. Agar 12 ming ko'y deb 14 ming ko'y qilgan bo'lsa-da, ribh ma'lum bo'lmadi. Qo'llanmagan narsani setish. Qo'llanmagan narsani setishdan iborat deb jumhurning qiyosiga raddiya beryapti. Qiyosi ma'lfariyat demakchi. Unda to'g'ri qo'yib Abu Hanifa'ning dalillarining birisi. Ayni vaqtda bu jumhurning daliliga raddiya ola oladi. Mesela bir yıllık atı dükkanı, bir yıllık aylık 10 ming koydum. Sizlerden ki 5 ming koy yazıp ya 2 ming dükkanı yasattı. Yasandık yani onu yasan pamuk 12 ming koydum ben bir yıllık yani bir mucuk değişik etmem diyeyim. Ma adli usul kullan bir aylık namasan 10 ming koy. Onu görüldüm var dükkan açman ko dert buna keyif etti, onu bitti, şiralını bitti bizdir. Bize bırak onu dükkan açmayla bırak buldum. Başkası açtı bir etti. Birleşen şu çıkın kıygan pulunu ketip, onu kıysam onun paydanmayı izgı baygın bulma. Ecirkan demezsin bunu işleşiyor. Faydasını doğru değişim mümkün. Yani şu paydanmayan şekil buldu. Abu Hanife şu paydası bulmaydı dedi. Artık paydalığına halal bulmaydı dedi. İmam Abu Hanife. Lem yatib lehul fadli. Mesela bunun faydası nimeye akım bulmay, işleyen başka yasıgan bunun faydalı olması mümkün de icarının ki... Ya, şeyh, işleyen nimi isavunutmak mı? Hemmine, mesela 5 ming koy bir narsa setip oldu. 5 ming koy erip çarçaptı bu. 10 ming koy ma, 10 ming koy icareti 20 ming koy kılsa halal değil. Lekin hemmisi 20 ming koy olab ekan. Lekin bu 25 ming koy satsa 5 ming koy halal emas. Bu öyleki əslibisi, o kim iş qoşqan onurda tepiləməslər o. O kim iş qoşqan nəsliga, inaqlan icara alğan işkinciləb icara dairəçi, aşını kepillik dairəsi olğandı ki, özgən şu kepillik dairəsi nəsini fayda qalaq bilir. Ya aşın yatman degan gapmi tushmaydi. Chunki bu qahning uyiga biznes qundugan. Bu uyning nimasidan o'zi damın bulmasa, o kundugan narsa elbette damın bulamaydı. Kundugan özki narsa. Ya onun damın bulamaydı. Çünkü uy bulmasa, bir narsa yok dünyada. Dükkanına gitse tartı varsa, o bizgen narsa turalım diyor ya da turamaydı. Yani o müeccir la estatan yadmanı o. Ana o şu faydası cumhurla bulundu diyor o. Cumhurlu buldu dedi. Peki Abu Hanife az çıkarıp bir kıymet katkan bolsa, şu kıymet katkan layık kıymetini kundusu buldu dedi. Bunu da elbette cumhurlan billah. وممن لم يكره ذلك إذا وقع بهذه الصفة سفيان الثوري والجمهور. Demek ki Süfyan Thawri mu, cumhur mu, Ebu Hanife mu hemmisi makul değil bununla. رأوا أن الإجارة في هذا شبيهة بالبيع. Bula muş meselede icari verişini setişki kıyas kıygan dedi. Söz setikka.
Xuddi setib olgan narsani boshqa odamga foydasiz sota olaysan degandek gibi. Soda bo'lsa, qiyas bo'lsa, ortiq foydasini bulardi. Shu, jumhur shunda demoqchi. Jumhur bo'ldi deb. Mayli Abu Hanifani qattiq qilmasmi? Bir narsa qattiqqan ahvolda so'z setiqqa qiyas qilgandek. Masalan, bir narsani setib olib, uni pishga yasab, taraqqiy qildirib, satsak bo'ldi degandek. Lekin bunda so'z setiq qiyas qilish aciz. Bu ijara. Bu cumhurun ise acizlik deb qarayman. Qodir Müslümanlar bütün bir binanı bilan acizlik bilib ijaraga berdi. Mısırda bo'lmaydi. Hozir bu o'rin almış qolgandek. Hafiz mazhablar, Hanifi mazhab o'rin almasqanday. Aslida bo'lmaydi degan jalliq. Bu nerede soda qiyas qilindi? Nurg'un tarafdan o'xshamaydi bu soda. Qanda bu o'zining egisi bo'lmagan narsani zodi qanday ijaraga beradi? Dalilni ko'rib baqla, endi dalil chiqishi mumkin. Tüydemle. Delil şu kıyasken, solu kıyas kuruldu. Ve minha en yukriye dara minellezi ekraha minhu. Ma o bir öyüne icare yaptı. İgisi. Eppola kin öyünün igiske aşı öyü lazımlap kalsa öyünün igiske icare verişken. Fakale malikun yecuz. Fakale malik vel cumhurdan. Cumhur ulemalar malikuden billah. Caiz bu adaptı. Ve kale Ebu Hanife la yecuz bana. İmam Ebu Hanife mağandama caiz emez. Bu qanday gap bu? O'rin almış qolganda bir ish bo'libdi. Undan usta, yaxshi uzun tuzgan bo'lsa masalan, odam o'ttirib bir yoshga ishish mumkin ekan. Odam 5 yil ijaralandaydi. Ijaralarni aqlida yandirilamaydi ekan. Ya uni yandirilamaydi. Lekin yandirilanmagan ekan, masalan, ma'oyna men sizlarga 1 yillik ijara berdim. Tushunami? Berdim, lekin 2 oydan keyin bu uy menga bek lozim bo'lib qoldi. Shundan yandirilanmagan ekan, qanday qilaman? Men sizdan yana ijaraga olganman. Ya şu muşi işine İmam Ebu Hanife hata dedi. وقال أبو حنيفة لا يجوز وكأنه رأى أنه إذا كان التفاضل بينهما في الكراء فهو من باب أكل المال بالباطل. Bunun delilini okumadı Ebu Hanife'nin delilini. Lekin manda deb qarag'an bo'lishi mumkin emas. Bu ishkelan o'tirda olgan shu ijara pul vaqo biri-biridan ortiqlab qolsa, masalan 10 ming ko'ga olibdi. Menga lozim bo'lgancha 12 ming ko'ga oldimas. Uyning egisi turib, o'zimning 10 ming ko'ga boshqa ijara bergan 12 ming ko'ga olgan bo'lsam, bu chaqda akl mal bil batil. La takulu amalakum baynakum bil batil degan chiqib qoladi deb o'ylagan bo'lishi mumkin edi. Bakar 12 ming ko'ga ortiq men yo'g'im bo'lgan. Bu masalani tugab ketibdi. Kıyasında muhalifler fazla. Jalliq. Burunqidan jalliqdi. Masalan, bijadan ijarani berib, aqdini qilgandan keyin, shundan keyin o'ylazimlar qoldi deb aqdini bekor qilgan buzish buranda. Shunday ko'p ishlarmi? Shu hozir sizlar shu buzgandeklar ish o'zi bo'lmaydi dedi bu Hanifa. Hozir shu uy yana uyning eskiga qaytib qoldi. Shunami? Ya'ni bu hozir ijarani shu o'tgandek bo'ldi shu natija. Yani ijara bekor ketdi. Uyning esi qoldi. U pulni olmadi. Yetish. Abu Hanifa mesela uyning esi ijara bas bo'lmaydi dedi. Uyning ijara bas bo'lib qanday qildi? Aql buzilganlar. Ha? Buzilganlar? Ya o'tiravsizmi edi? Qo'lbatmaydi uni. Ya o'tiraverdi. Bu uyning esi hojatchilarning izlashi. Al-muslimun anda shurutihim awfu bil uqud. U ashuni uyni ijaraga bergan chaqda bir yillar prezident ishlatmasligini tutib turib, agar navod lozim bo'lib qolsa o'ziga boshqa bir uyda o'tirib turishdan o'qib berish kerak. Bu 1 yil demay 3 oy, 6 oy ish kerak. Onu bir kim zo'limsa 1 yil. Daljiqqa o'zining ijara taqvimini ijara o'tirgan. Endi bor. O'zini bekorlatdan vermekte, agar fazilat meselesini qilsa, bekor qilib turdi demekte, ijara ag'adan fazilat nuqtasi. Ha, bekor qilmaydi. Lozim bo'lib qopdan men boshqa o'tiray desa. Bunu zodi xuddi jazoni shakllanganda bir narsa bo'lib qoldi. Musulmonlar ehtiyoji bo'lib qolsa mayli. Va minha idaktara ardan liyazraha hintatan. Masalan, bir terilg'iyani men bug'doy terima deb ijaraga olibdi. Farada an yazraha sha'iran. Ijaraga bo'lgandan keyin arpa termoqchi bo'libdi. أو ما ضرره مثل ضرر الحنطة أو دونه. Yaki ziminga ziyan urishda, ta'sir ko'rsatishda, aşı buğday ziyan urgandek ziyan urdigan, yoki undan yengilroq ziyan urdigan narsa termoqchi bo'libdi. Chunki ba'zi ziraatni terisa, yana holdan ketkizib turadi. Biz aytganki, yengilroq bir narsa terib, ya sal asli kilvog'icha shundan o'qib turg'ashli bor.
Bunda ahvalda faqala malikun lahu dalik. Yani xalqan narsini tirisi buldu demek ekan. Buğday teriman deb apa yoki qo'noq tirisi buldi ekan. Buğday deb arp tirisa yoki buğday bilan zini tanglashadigan shuning martabasidagi bir narsa bo'lishi kerak demoqchi. Azvata albatta ma'qul. Faqala Malik an jumhurmu Imom Malik bilan billan. Lahu dalik. Ayda tirisi buldu. Çünkü ziminning egasiga ziyon ortiq ziyon yetilgan bir ahvol yo'q. وقال داود ليس له ذلك. داود الظاهري يا da terisi bulmaydı. Buğday dedi mi buğday teriş gerek. Dükkan şuna mesela dükkanı icari verdi. Nimede alırsız bunu icari verse ben talla bazır koyman. Makulda badma benim kaç aşkanı özgürse ya bu aşkanı kıysanız ya o taptı ulaştırması var. İslap ketdi da unmaydı. Yana mesela aylık oturmaya da ağam bolsa, hep oğankin boytaqını otarıp bilsa, o çağda unmaydı. Elbette müşünde ahvalda farklı gamdı. Ziyanını mülçerde işki bağlı mesela bir aylıkni ki amataxun aylada oturdigan bolsa, amataxun samataxunni aylada otarsa ziyni o'xish bo'lishi mumkin. Lekin boytaqdan basharlarga gap qo'ysa, uyni ayran qiladi. Ve min ihtilafuhum fi kansi marahid ad-dur al-muftara. Ad-dur al-muftara ijara berilgan uy va dükkan aşında binalar. Marahid degan shu xal joylari. Kent degan supurish yoki ashuni bo'shtish, ya'ni qig'ni ichkitish mesela. Burun shuna qildi-ku. Tozalash, supurish deymiz, lekin ashuni pak-pakiz tozalab berish masalasi. فالمشهور عن ابن القاسم أنه على أرباب الدور. ابن القاسم'dan kelgan mashhur qarashda bu shu binoning egilarining vazifasi deydi. Tozalab berish. وروي عنه أنه على المكتري. demek buningda ikki xil qarash. Mashhurraqi ala أرباب الدور demakchi. وبه قال الشافعي. İmam Şafii mu mush qarashni tutdi. Yani alal muktari. İcariga olgan kishi xolasini o'zi tozalaydi debdi. Jumhur mu mush qarashda. Mesela biz uyni icariga oldik hozir. Ijara uy turamiz. Kunda uyni iskilib ya adamı yatib xalani tozalapramda ya. Men jumhurning qarashi bo'yicha ish qilganmiz hozir. Lafadiyan demak uyingiz qibtasin degan ba'xshon qilgan. Ba, chunki masalan siz yataqdan bizni sasizlar, yataqni shu nimadir siz tozalab birdiga, yataq tug'ada tozalab demaydi. واستثنى ابن القاسم من هذه الفنادق التي تدخلها قوم وتخرج قوم منها. Mimon kutishini müstesnadir. Mimon kutishini kida o'zi tozlamaydi, shu mimon kutishning xizmatchilari, shuning egisi tozalab birdi demakchi. Uyni hamma uyning egisi bu ayrıptadır. İbn Qasim qachida ayryapti. Faqala al-kansu fi hadi ala rabbid dar. Mimon kutishning egisiga tushdi buni tozlash debdi. Mimon kutishni ham mustasno qildi. Waruy anhudin istisno qildi. Al-muftari degan to'g'ri. Al-mushindan qachdi mimon kutishni qilib ala rabbid dar dedi. ومنها اختلاف أصحاب مالك في الانهدام اليسير من الدار. Yani İmam Malik'in şagirdleri bir uyni ya dükkanını icari vergen olsa azraq deyali örülüp işte tamamız. Nasıl buzuluk etip kaldı. Hel yelzemu rabbed-dari islahuhu. Uyunun egisi onşap biriş gerek mi bunu? Uydu ottağın icari keş onşaş gerek mi? Em leyse yelzem. Demek uyunun egisi onşap vermesi mi? Uydu ottağı adam özü onşap oturamdı. وَاِنْ حَبْتُ عَنْهُ مِنَ الْكِرَائِ ذَلْكَ الْقَدْرِ. Andın tam örülüp çıkan bolsa, muşi temi yok öy, neçpillik icari verildi. Sakılan bir temi yok öyünün ikisini oturdu ki parakını kılıp, bir temi yok olup kalsa 100 köy pul tutup dese, 100 köyünü tem bir döre örülüp çıkan. فَقَالَ ابن القاسم لَا يَلْزَمُهُ. Yani öyünün ise onşap bir iş gerek ama şu tam neydi? وقال غيره من أصحابه يلزمه. Demek bu Maliki mezhepteki bir tavsiye çıkan. Kim olsaydı bunu? İcariga algan öyünün bir temi örülüp çıksa, öyünün iyisi yasapramdı, öyde ottağı adam yasapramdı ya ki yasapramayan ahvalda bir temi yok öyünün bazı boyunca şu bir tamının karşılıklı pulunu tutup kılıp azraq icari beramdı olmuş. وفروع هذا الباب كثيرة وليس قصدنا التفريع في هذا الكتاب. Bunda bir misal verip de mütekkidimiz ama tefsilatlara girmeyimiz. El-cümletu thaniyetu ve hiye nazar fi ahkam-ı tavari. Favqulodda kep qolgan ahvollarning hukmiga deydi. Unda ijara olgan kim ekan? Ba'zida ijara olgan o'lib ketishi mumkin. Ijara bergan o'lib ketishi mumkin. Yoki do'konni mal qo'ymoqsiz, do'kondagi mollarni o'g'ri urib tijorat qilolmagan bo'lishi mumkin. Yoki ma uyda o'tirman deb shunda nima qilgan ekan, vatanga qaytgan bo'lib qolishi mumkin. yoki boshqa safar qilgan ahvol bo'lishi mumkin. Bunda bir ahvollar bo'lib qolsa, unda bir taraf qilamiz demoqchi. Al-fasl al-awwal minhu wa huwa an-nazaru fil fusuq. Aldılarında muş icarini bika qilib o'tish ahvollari, amaldan qoldirish.
فنقول إن الفقهاء اختلفوا في عقد الإجارة. عقد الإجارة تبيت قندا تختار وعقد لازم مو يعني جائز مو. فذهب الجمهور جمهورنا إشدا تut imamı var. İle ennehu aqdun lazim. Bu zaten daha yeni ağılınmaydıgan toxtan deydi. Lazim degene küçük igolab onu açıda xalqançı çuğutanmaysa etmoqchi. Ve hukiya an qawmin ennehu aqdun jaiz. Aqdun jaiz degan xalqan chaqda buzat qiladigan. İşte şirket, vakalar mesela vekil qilib xalqan chaqda bekor qilib tanlaydigan. Ya zaraa mesela mudaraba degandek. Teşbihen bil ju'l ve şirke. Ju'l degan bir narsaga mukofot bermaydi bo'lsa va shirkat qurgan bo'lsa xalqan chaqda shirklardan birisi qatnashmaymiz shirkatga. Masalan, o'zimdan ishni qilay deb yeni o'ylash. Shirkatni chuvitish masalasi. Uningmi chuvitadigan bo'lgandek ijarnimi bekor qilib tanlaydi debdi. والذين قالوا إنه عقد لازم اختلفوا فيما ينفسخ به. عندما جائز geldiğini kez saçlap ötep ketdi. Onun asası pek aciz olanı ki. Ama kimlik mazır namalım ki. Davan ki biz onun da toxtulucumudur. Hem de şu cumhurun karşı boyunca mağayla. والذين قالوا إنه عقد لازم اختلفوا فيما ينفسخ به. Yani cumhur alimler bu akd lazım. Yani bu bizede bir geç buzanmaysa, diğerler buzanmaydigan bolsun bunda bazı bir ahval bolsa buzutish kerak bo'lib qolaqcha degan masalada qanday nasli bo'lib qolsa, qanday tavari bo'lib qolsa, favqulodda ahvol bo'lib qolsa bizimiz degan masalani bekitishda ixtiloflashib qoldi. Fadaba jama'atu fuqaha al-amsar Malik va Shafi'i va Sufyan al-Thawri va Abu Thawr va g'ayruhum. Bunun içinde İmam Ahmed Mubah. Bular dabtu ila annahu la yanfasihu illa bima tanfasihu bihi al-uqud al-lazimatu min wujud al-ayb biha aw dhahabi mahall istifa' al-manfa'. Bular dabtu bu aqdlar ijaragan bo'ldi, hisoblab ketdi. Buni chuyamaysa, faqatlam boshqa so'dildimi, boshqa to'xtamdimi, og'anlar ey chiqqasigacha buzilganda bandurat bo'ldi-ku. Bunda ahvol bo'lsa, yoki bundan foydalanib olmaydigan bo'lib qolsa, qaytirib belgili bo'ldi. Shunga o'xshash, mushuningdimi shunda. Ya'ni favqulodda bunda bir ahvol bo'lib qolsa, undan bekor qilib o'talaysa, bo'lmasa hisob mush ijara debdi. وقال أبو حنيفة وأصحابه يجوز فسخ عقد الإجارة للعذر الطارئ على المستأجر. İmam Ebu Hanife icari ağaçıga fevkalade bir kep kalan üzr olup kalsa icarını buzası buldu. Mislu en yukri dükkanen yetteciru fihi feyahtariku meta'uhu ev yusraku. Mesela bir dükkanını bizim melini satmakçı olup icari yaptık ya. Meli bütünler köye gidip kaldı. Satayısı meli yok. Ya ki malını uğraptı. Andı mal yok açaydı sen. Bu dükkandan faydalanmaydı. Şundan dükkanını eksik ötküzepez bulduğum şunda özür ölendir. Ebu Hanife. Mesela sefer kılıç şulap kalsın şunda. Derhal kayıtması olmaydığı olsa o kılışı ağa icarını kayıtırıp bir manisi bulduğu depti. Ve umdatul cumhur kavluhu Teala ve evfu bil uqud. Ya eyyühellezine amenu evfu bil uqud diyen ayetine delirtti. لأن الكراء عقد على منافع فأشبه النكاح يعني فأشبه النكاح. Çünkü bu icar degan menfaat üstiga qilingan to'xtam. Davonkin bu nikohga o'xshab qoldi. Nikohmi menfaat to'xtam etdi. Ya'ni er-xotin bir-biridan foydalanishga qilgan to'xtamdek. Shunga o'xshamaydi debdi. Mesela nikohdimi er taloq qiladi nima, lekin mavu qasd qilib o'tishmasiz. Ya'ni tigidin inovatsiz qilishmasiz. Bu talaqlarette buna cazibı demeyimiz. Bu lazım. Nikah buldu. Nikahımda çigidin inavatsız kılırsak kılanmaydı o. Şu aldım diyende şunu duruş gerek. Ayalma mesela halıgan çağda başçıda oyuncu ödüvende bugün ketemeydi. Ama bağımdan geber. وَلِيَنَّهُ عَقْدٌ عَلَى مُعَاوَدَةٍ فَلَمْ يَنْفَسِخْ أَصْلُهُ الْبَيْعِ. Yani bu bir bedel kurulgan toxtam demek çıkan. Bedel eliş toxtamı. Yani bir tarafı menfaat olsun bir bedel vardı. Daha için soda kıyas kıtırıp biz bunu halgan çağda çuğutanmaydı deyimiz. وعمدة أبي حنيفة أنه شبه ذهاب ما به تستوفى المنفعة بذهاب العين التي فيها المنفعة. İmam Ebu Hanife şu dükkandan faydalanışta nemi bolsa faydalanırsa mesela şu mal olsa setiş için faydalanırsa ama özüm işe turgan bolsa tur faydalanırsa hem de şu faydalangan narsa qo'ldan ketgan ekan xuddi dükkan qo'ldan ketgandek ashuni qiyas qildi.
Xuddi do'kon yiqilib ketib plan yo o't ketib plan yo'qolib ketsa, ijara buzildi. Undan keyin shu do'konning foydalanolmaydigan ahvol bo'lib qolsa, shu do'kon o'zi yo'qolib ketgan bilan o'xshash debdi. Bu bir qiyosimdir. Wa qad ikhtalafa qawl Malik idza kana al-kira'u fi ghayri makhsusin ala istifa'i manfa'atin min jinsin makhsus. Ma boshqa masala. İmam Malikning mushu masalada qarshi o'xshash emas debdi. Al-kira'u fi ghayri makhsusin ala istifa'i manfa'atin min jinsin makhsus. Cins maxsus degan masalan bir mashina, lekin g'ayri maxsus degan u muayyan emas. Masalan, xuddi biz hozir aeroplanga bo'ltamizgo, bilet asaq aeroplan deb olamiz. Jinsi tayrat, shunami? Lekin u aeroplan shirkati aeroplanni aklamdi, man aklamdi, u tavsi o'tirib ketaverdi. Yoki masalan, 30 bilet Allah falan şeyde. 30'ga biltagan ekan, masalan, 30'ninki plakasi hammasini ayrimgo. 305, 306 endi. 305 ni eklab to'xtab chiqindisimi shuni chiqdanga. 306 ni eklab to'xtab chiqindisimi yo'q. Men mana chiqdim, mana kasal chiqmayman demayman demoqchi. Ya'ni g'ayri maxsus degan muayyan bir 30 bekitmagan. Shunami? Al-istifa manfa' min jinsin maxsus yana 30 jinsidan bo'lgan bir qatnash vositasidan foydalanishga deyishgan bo'lsa, qaysi 30 bo'lsa bo'ldi degandek. Mushunda 30 biltag'an bo'lsa, qaysi 30 bo'lsa bo'lamdi, bo'lmam deganda Imom Malikning qarishi o'xshash chiqmadi dedi. Faqal Abdul Wahhab, ya'ni al-Qadi Abdul Wahhab, sahib al-Ma'una dedi, "Az-zahir min mazhab ashabina", bizning ustozlarimizning, imomlarimizning mazhabidan zahir bo'lib ko'ringani, mazhabni bunda yakunladi bu. Anna mahall istifa'il manafi' la yata'ayyan fil ijara. Ijarada shu manfaatni qo'lga topshirib oladigan o'rin muayyanlashmaydi. Abduz akasini shuni o'tirmiz, yana boshqa Abduz akasini shuni o'tirmiz. Shu qatnash vositasidan bo'lsa, bilet olgan bo'lsa, shu Abduz akasi o'tirmiz deydi. Cho'qim ma Abduz ma'atdan deb turib olmaydi. Wa in uyyina fadhalika kal wasfi la yanfasikhu bi bay'ihi aw dhahabihi. Mana birisi muayyan bekitgan bo'lsa-mu, falan shofir haydigan shu Abduzni ya 305-nomerlik plakalik shu Abduz chiqma degan bo'lsa-mu, u Abduz mesela ko'yib ketibdi. Yoki setib o'tibdi. Yoki boshqa yo'lga chiqibdi mesela. Unda bo'lib qolsa, uning bilan u biletni qaytarib o'tmaydi dedi. Ijara to'xtami buzib ketmaydi. Ijara buzilmaydi. Lekin ijaraga olgan, ijaraga olgan shu muayyan bir narsa shu. Hozir yuqorqi asosda muayyan bo'lmagan narsalar. Muayyan qilmagan bo'lsa. Muayyan qilmagan bo'lsa. Bu yerda in uyyina tayin qilgan bo'lsa-mu, lekin bu yerda maqsad asli jinsin maxsusdan foydalanishdi. Yani bir yerga berilish, qatnash quroli ishlatib bundatdi. Boshqasidan shu vujud chiqdi dedi. Lekin bir do'konni, muayyan bir do'konni ijaraga bekitish uchun falan bozordagi unda to'qmishga va do'kon desa, uning o'rniga desa uni yo'q. Shu o'rinda do'kondan uni yo'q mesela. Dal shu yerda unda bo'lmaydi. İza talafat bu buzib ketib qolsa qala va zalika misla yastajira, bunda ahvolda o chaqda buzib ketdi demoqchi. Bexilaf degan ekan buzib ketdi. Va zalika misla yastajira ala ra'ayat g'anamin bi a'yaniha. Mesela ma qo'yni, mush 3 qo'yni biqib birsa deb birsini yalg'an bo'lsa, au xiyatati qamisin yoki ma ko'nglagini tikib paslar deb bitishgan bo'lsa, fatahlakul g'anamu. Ashu deyishga 3 qo'y o'lib ketibdi. Ve yahtariqa thawbu, ashkonlakmo kuyib ketibdi. Fala yanfasiqul aqdu. Hozir buzmay turgan emas, lekin yallig'ichi qanaq degan, yana boshqa 3 qo'ydakini mana daxin deydi ekan. Yoki yana 1,5 metr raqna qilib mana konlak tikin deydi ekan. Qala va qad qila innaha tata'ayyanu bit-ta'yin. Yani ajizlar qarashda ashunga muayyallashib ketadi. Fa yanfasiqul aqdu bi talafil mahal. Ajizlar qarashda buzib ketadi aqd ijara debdi. Çünkü mahal buzib ketganlik uchun qo'yilib ketdi, ko'nglak kuyib ketdi. Wa qala ba'd al-mutaakhirin inna zalika laysa ikhtilafan fil madhhab wa innama zalika ala qismin. Endi Qadi Abdul Wahhab bizning Maliki mazhabininki qarashi mushundaroq chiqdi deb uni o'tirib qo'yib baxtdi. Endi ba'zi mutaakhir ulamolar yo'q Maliki mazhabda unda emas, mandaroqda deb Maliki mazhabini boshqacha ko'rsatdi. Bu ixtilof emas, bu ikki turga ayrishli iborat. Ahadihima yakun al-mahall al-muayyan li-istifa' al-manafi' mimma tuqsadu 'aynuhu aw mimma la tuqsadu 'aynuhu. Ya'ni ay ijaraga olgan narsani biz o'sha narsaning shu o'zi bo'lganlik uchun ijaraga olamiz yoki boshqa bir maqsadni ado qilgan narsa bo'lg'achqa o'zi bo'lmasin boshqasi olsin bo'laverdi deb ijaraga olamiz deydi. Masalan, do'kon, muayyan bir yerdagi ma'lum bir do'kon bo'lsa, shu do'kon shunda bo'lganlik uchun ijaraga oldik.
yoki ushtu bir gazxachiya tamchi bo'lsa shu adamni deb yolladik biz. Uni boshqa damkasi urmaymiz. Ya uni boshqa do'kon bo'lsa urmaymiz. Ammo aeroplan bo'ltagan bo'lsak, bu aeroplan emas, aeroplan akasini chiqaveramiz demoqchi. Fa in kana ma tuqsadu aynuhu infasaqat al-ijara. Agar shuni o'zini maqsad qilgan narsa bo'lib qolsa, u o'zi qo'ldan ketgandan keyin ijarani buzadi. Kazzari idza mata tiflu. Xuddi masalan, inikana ijaraga olmoqchi bo'ldik. Lekin inikana o'lib ketib qolsa, u chaqda ijara buzilib ketadi. Aslında ayol pakiz yoki undan nima qildi deb shu ayolni maqsad qilib olgan bo'lsak, u chaqda u ayol o'zgarmaylar uni o'rniga bu ayolni yasib qo'ysa, yo'q, biz sizni imitib bir deb qilgan, u bilkagadimga bolamizni imitib qo'ymaymiz deyishi mumkin. وإن كان ما لا يقصد عينه لم تنفسخ الإجارة على رعاية الغنم بأعيانها أو بيع طعام في حانوت وما أشبه ذلك. وأذن مقصد قمغان لكن أشو مقصد أداء الله ناس وسم ميلي دسك وشغدا إجارة بزلمايدو يعني أورنغ باشق ناس سقلب كتي ياس بولدو دبتو. Bu hamda Maliki mazhabdagi olimlarning Maliki mazhab qanday qaraydi degan masalani o'ttirib qo'yishda ixtilof qilishi. واشتراط ابن القاسم في المدونة أنه إذا استأجر على غنم بأعيانها فإنه لا يجوز إلا أن يشترط الخلف والتفات منه إلى أنها تنفسخ بذهاب محل استيفاء المعين. ابن القاسم مدونة إمام سحنون يعني سحنون bu İbn Qasim'dan sual so'rab, İmam Malik ma masal nima deb qaraydi desa, İmam Malik ustozimiz bunda deb qaraydi deb javob bergan. Ondan İmam Malikdan javob bo'lmagan masalada İbn Qasim o'z javob bergan. Shuni İmam Sahnun to'plagan. Mudawwana shunday iborat. Shu mudawwanada İbn Qasim bunda bir narsani shart qildi. Masalan, bir qancha qo'yning o'zini, mush 3 qo'yni masalan, birsa deb ijaraga olgan bo'lsa, fa innahu la yajuz illa an yashtaratul khulf. Muşda 3 qo'yni baqsa degan bo'lsa, mush to'xtamadir, to'g'rilmaydi dedi. Faqat lam, ma 3 qo'y agar bu 3 qo'yni setitib yo yutib yo ulab qolsa, buni o'rniga boshqani qilsan juma deb shart qilmasa, bu joiz bo'lmaydi debdi. Bunda bir shartlar kelibdi ekan. Hani bunda shart qilganlikka deydi. Washtiratuhu wa iltifatun minhu ila annaha tanfasiqu bi dhahabi mahall istifa'in. Demak, bunda shart qilmagan ahvolda uch qo'y ulab qolsa, ya setitib yo bo'g'izlab yutib qolsa, shundan u odam boshqa qo'yni biqib berish kerak emas. Qo'yni vaqtda shu qo'y qo'ldan ketdimi, uni o'rniga boshqani akasak bo'lmaydi deganni ko'rsatib qo'ymoqchi deydi. Aynı ko'rsatgan bo'lsa-mi yani? Ha, aynı ko'rsatgan bo'lsa. Lekin, ma 3 qo'yni yutib qolsak yoki setitib qolsak, o'rniga boshqa 3 qo'yni biqib birlar deb shart qilgan bo'lsa-da, u chaqda uni biqib berish kerak bo'ldi. Unda shart qilmagan holda, u 3 qo'y setib ketsalar, u odam bakalab ijaralanib ketaverdik. Masalan, bu qanday holda bilib qolsa, biz qurbonlikqa ekan 3 kun burun qo'ydik masalan. Zaman ekandan keyin ma'dagi dehqonga ma 3 qo'yga qarab qo'ylar. Namoz yomg'an chaqda o'zimiz shu chaqda topshirib olaman demdi. Degan ekan, uning qadar u qo'y ulab qolsa yoki biz echkini bo'g'izlab yutib, yana uni o'rniga bizni asilib qo'ysak, agar o'rniga almashtirib deb qo'ymasa, u odam ki almashtirgan qo'yni biqib bermay turibdi bo'ldi demak ekan. Ibn Qasimning o'zi shu. Bu 3 qo'y deyishgan, bu 3 qo'y hozir bo'ldi. Yo'q, yeb bo'ldingiz, men boshqa qo'yni boqmayman desa bo'ldi demak ekan. Bunda shart qilganlikka shu qo'yishni quldan keslam, uning o'rniga boshqa qo'y achiz bo'lmaydi deganlikni ko'rsatdi debdi. Lekin bu ojiz endi. Ibn Qasimda shart qildi. Ojiz. O'rniga almashtirish bo'ldi deb qaraydi boshqa. Imom Ibn Qasimning mush qarashini Imom Qurtubi, Ibn Arabiy mush olimlar ojiz deb Musa alayhisolamning Shayb alayhisolam bilan qilgan to'xtamog'i Aşın delik turib, buningda ishtirok qilgan, ularga 8 yil yoki xalqasi 10 yil qilib to'liqlaydigan kuchgan, bu 8 yil ichida u qo'yni chiqarib almashib, netisini setretib, netisini bo'g'izlab to'plab o'rniga yana uning bolasi desab, bunda qilgan ahvol, bunda ishtirok qilib deganim yo'q. Navoni kim bo'ldi? Uni muayyan mush qo'y deb shu qadisini deglar. Shu Shayb alayhisolamning qo'lida qo'y bordi-ku, shuni deglar. Lekin ishtirok qilib yo'q. Ishtirok qilib bo'lmasa-mu, qulfni biqib bergan. 10 yil ichida cho'qim netisa olishib ketdi.
İbnül Qasim aşı muayyilişido. Faqatlam ma uch qo'y agar birasini yetib qalsam yoki setib qalsam o'rniga yana bizning zot uch qo'y biqpirlar degan bo'lsa-da, andin o'rniga almashtirmayli. Bo'lmasa shart qilmagan ahvolda ash uch qo'ydan biqpir undan boshqa qo'yni ekarsa olmaydi. Lakin lamma ra'at talafa sa'iqan ila al-fasx. Endi bu birisi o'lib ketdi yo buzilib ketdi. Bunda bo'lgan ekan, buzilib ketgan ekan bu ijarni buzutishga elib bordi deb qarag'achqa ra'annahu min babil gharar. Bu chaqda bu bir noma'lumlik ish bo'lib qoldi ekan. U qo'yni birisini setib qolsa ikkiga qoldi ekan. Keyin anda yana bizni akilamdo, akamamdo bu bir noma'lumlik yashmoqchi ekan. Falam yujizil kira alayha illa bi ishtiratil khulf. Şuna bu noma'lum bo'lgan ekan, aniq ishni qilishimiz kerak deb, yo'q bu birisini olib ketsan, yoki birisini bo'g'izlab qo'ysan, yoki birisi o'lib qolsa, o'rniga bizni akilsa deb aniq deyishib qo'ysa, undan bo'ladi. Bo'lmasa, o'rniga akilishining gapini qilmasa, bu o'rniga akilishi mumkin, akanmasligi mumkin. Bu noma'lum. Bu hozir 3 qo'y boqamda, 2 qo'ymi? Aniq emas. İmam İbn Qasim'in demek ki oğlunu şu ki ومن نحو هذا اختلاف في هل ينفسخ الكراء بموت أحد المتعاقدين. أنا شكلنا برو لك تقاسا إجارة أزلكتن أوتوماتيك بكاولة كتم دوري. يعني المكري أو المكتري. فقال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور لا ينفسخ ويورث عقد الكراء. المؤجر والمستأجر demişti. Cumhur icare buzulket meydu, bu icare toxtamı miras kaldırıldı depti. Fakat Ebu Hanife Thawri ve Leythu yentasik. Bu alimler bir taraf şunda ölgendeki lan icare bikâhını kedidu depti. Ve umdatu men lem yekul bil feshi ennehu aqdu muavada. Cumhurun karşı bu bir nasının bedelini bir nas tülep iliştin ibaret bir toxtamtı. فلم ينفسخ بموت أحد المتعاقدين أصله البيع. شو سؤال ستقدر يسكتر والدين. وعمدة الحنفية أن الموت نقلة لأصل الرقبة المقترات من ملك إلى ملك. نقلة. يتكش dedim. Yani Ebu Hanife'nin delili bu ölüm degen bir narsanın iqtidarçılığına, raqaba degen müşahede iqtidarçılığının asli tigini yutkeşten ibaret. Bir adamın mülkinden yani bir adamın mülkiga. Yani nuklatun yutkeşli ibaret demekçi. Şunda bir yutkilişli ibaret. Demek uy dadısın gitti. Gatçıda bunun iqtidarçılığı ballarına yutkeldi deydi. Fevacebe eyyabtula ondan iken bu icare bekavalab ketiş gerek. Asluhu el-bey'u fil-'aynil musta'jirati muddatan tawila. Bu nimaga qiyas qilib bo'lma? Sodiga, lekin sodininki ma'lum bir tarmoqqa qiyas qildi. Mesela 10 yıllık deb ijara berib etgan bir do'kon bo'lsa, shuni setib etgan ahvolda bu ijara to'xtam buzib ketishnama. Mesela men uyni 10 yillik birisiga ijara berdim. Berib bo'lgandan keyin bu uyni men setib etdim desek. Bunda satgan ahvolda ijara to'xtam buzib ketadi deydi. Ayında bo'lg'achqa hozir mahalla ittifoqni qiyas qilyapti. Yani jumhurimiz shunday qaraydi ekan mana, ha? وعمدة من لم يقل بالفسخ أنه عقد معاوضة فلم ينفسخ بموت أحد المتعاقدين أصل البل. Bu sözde kıyas yapılan buzulmaydı dediler. وعمدة الحنفية bu buzulup gidiyordu diyorlar. أن الموت نقلة لأصل الرقبة المقترات من ملك إلى ملك فوجب أن يبطل أصله البيع في العين المستأجرة مدة طويلة. مثلا bir yıllık 10 yıllık da icari vergen bolsa bu öne icari birip bulap ben başlarını setvetsem üzüldük. Yeni kocayın kanıklıken icari vermeye dese icari vermeye. Satılmagan dek yutkelmek mesela. Yok. Satkılı buldu. Satkan diken iqtidarçılık başlarına yutkeldi ama yutkelgenken icari buzuk gitti dedi. وعمدة الحنفية ما هو؟ وعمدة الحنفية أن الموت نقلة هنا. Ölüm hazır aş öyünün iqtidarçılığını icari bağıçıdan icari bağıçının oğluğa yütketme. Li aslı raqabatul muhtarat aş öy mesela. Min mülkin ila mülk. Dadistan balıska. Fevacebe en yabtula. Davanken fevacebe en yabtul el icara demek. İnfasıhıl icara. Asluhu yani nimaga qiyas qilmasa uzun muddat ijara berilgan bir uyning egisi setib qolsa, o'zining mulkidan boshqa birisining mulkiga o'tkazib qolsa, ha ijara buzilib ketdi. Undan ekan, meros orqali boshqa kishining mulkiga o'tkazsa-mu ijara buzilib ketadi deydi.
Yabtul degan shu naqlatul mavti. Yabtul degan murastamaydi degan ekan. Yani ani annahu la yecuzgina ani annahu la yecuzul ijara. Bu chaqda ijara jaiz bo'lmaydi. Setilgan kim bo'ldi ijara bekor bo'lib ketdi. Ijara bekor bo'lib ketdi degan gap, ijara buzildi degan gapmi? Ijara buzildi degan gap. Ya shu la yecuz degani nishada shu ijara buzildi degan ma'no. La yecuzul ijara demakchi. Fawajaba yabtul deganning sharhi ma. Ani annahu la yecuz. فوجب أن يبطل الإجارة أعني أنه لا يجوز الإجارة. İbarede bir durum var. Hazır mısın? Mısır'ın üstüne mi? Secatte mısır başı çağırıyor mu? Bu havlarda ahvalım. Caizde. Şu caiz bo'lgan chaqda ijara bekor bo'lib ketdi. Chunki geldiğinde magendan yetkeldi bu. Mamlukdan mamlukka yetkeldi. Merosmi mamlukdan mamlukka yetkelgan ahvolda ijara bekor bo'lib ketdi. Yani أنه لا يجوز الإجارة دama. فلما كان لا يجتمع العقدان معا غلب هنا انتقال الملك yani bunun müşahede iki toxtam hazır tan halatda bulanmaydı. Yani hazır ma uyni sattım lekin bu uy ijaraga biriklik. Sen mu mecbur ijaraga versa degilmaydi. Yani yeni algan uyni setib algan adam uyni setilib hem setilish toxtami hem uyda o'tgan burun qiyigisini ijaraga algan adamga yani ijaraga berish toxtam ikkinchi qilamda qilmaydi dedi. Bundan keyin biz hozir nimani a'lo bilamiz? Igdachilik o'tkildi. So'z bilarda ijarada bekor qilamiz. Intiqol mulkni a'lo bildik, so'dini hisob qildik. Va illa baqiyal mulku laysa lahu waris. Ananno la yujuzgan shu uyning egasi o'lib ketib qolgan ahvolda ijara o'cha joiz emas dedik. Falamma kana la yajtami'u al-aqdan ma'an durusumay bizlar milk o'tganma abo suri varisi mu bo'lmaydi yapıldı ama. Ya o yanıtın icari vergen buldu. Yanıtın icari verse o yanıtın icari vergen buldu. Lekin burunqi nimani tan o yüzlük olmaydı dedi. Uylan billah çaplışıp kelmaydi o. Bu halisa icariga berdi. Hemen yanıtın sizga icariga beray. O'tiraveringlar desa. Halisa qo'polman o'ynasayman deyishim. فلما كان لا يجتمع العقدان معا يعني عقد البيع وعقد الإجارة غلب هنا انتقال الملك ولكن عقد البيع يساب قلتب إجارة بكار قلتب ديمز غلب هنا انتقال الملك تنقتنا ده ملك ملكي götürüşe şu kişiye gelip aşını a'la bildik biz ijara bekor ketdi dengatib yani bekor bo'lib ketdi deydi mas so'dib bitgandan keyin ijara bekor bo'lib ketdi وإلا بقي الملك ليس له وارث. Eğer o intikal mülkni hesap kılmasak, asli ilgisi ölüp ketdimi? Ölüp ketgandan keyin uni bekor qilib o'tib, uning o'rniga birisini dastatmasak, bu mülk bu ilgisini da muallaq holat qilib qoldi deydi. Hozir bu uy dadasining uyida. Ölüp ketgandan keyin intikal mülk dedik. Balısqa yetkeldi deymiz. Eğer yetkelmedi desek ne bo'ldi? Bu mülk hozir hech qanday merosga tava bo'lmagan holatda bunda tushirdi. Lesala var. Haliki hozir varis bor, shu yetkeldi deb to'xtaydi. Yetkinsak varis yo'q deganda bo'lib qoldi. Va dalika xilaful ijma'una. Ijma'an u yetkildi deymiz. Muallaq holat qildi demaymiz. Ma'noda nifimazning qiyosi siljalliq. وربما شبهوا الإجارة بالنكاح إذ كان كلاهما استيفاء منافع. Belki bula yani qo'shimcha mesela ijarani nikohga o'xshatish mumkin. Çünkü her ikisi paydalanış to'xtamidan iboratda. Hani mazhab. Ve nikahu yabtul bil maut ve huve ba'idun. Nikah degan o'lim bo'lsa bekor bo'lib ketdi. Undan ijara mu bekor bo'lib ketdi deydi. Lekin bu aciz. Yani bu kıyas aciz demekçi. Ve huve ba'id degani. Ahirda nikah qiyas qilishni aciz demekçi. وربما احتجوا على المالكية فقط. عند yuqorida Malikiyla, Shafi'i, Ahmad, xiljiq olimlar la yanfasix degan to'g'ri. Bular boshqalarga madalini keltirsa, uning tutgan mavqasiga, maskanmagashga Malikiylar ayrim bir raddiya beribdi. Malikiylar mat qilish uchun. Lekin bu dalil Malikiylardan boshqaga yaramaydi. Hozir Malikiylar so'qmoqchi. يحتج على المالكية فقط بأن الأجرة عندهم تستحق جزءا فجزءا. مالكي لديان تقول جزءا فجزءا ودلق. إمام أبو حنيفة لن إمام مالك إشكسب اللي تاش جزءا فجزءا ديان مثل ده. وندوان كان سزلا إشكيلان أشو تستحق جزءا فجزءا ديش كان سبنو معقول كان بقدر ما يقبض من المنفعة. فايدلان غانس بركلك فايدلانس بركلك كل برش كريك قلت ده. قالوا أن في ماذا تكلمتوا وإذا كان هذا هكذا بوندا بوغاندكين
فإن مات المالك إجس إلى كتب قاساش أينك يا دكاننا وبقية الإجارة إجارة قبلي وربقاسا دكاننا إجس إلى كسم إجارة خليادة كشك إجدب قاسا فإن المستأجر إجارة أغن كشة يستوفي في ملك الوارث حقا بموجب عقد في غير ملك العاقد كذلك لا يصح. Onda qasam onda bir programmas ishtin bitsa kelib chiqdi dedi. U nima deb iborat desa, ijara oluvchi mirasxo'ning mulkidan foydalandi dedi. Bir haqni olgan bo'ldi. Lekin shu foydalanish nimaga asosan to'xtam qiluvchining mulki emas narsa. To'xtamni kim qilgan? Dadisi qilgan. Agar to'xtamni qilgan dadining mulki emas narsadan foydalanayotgandek ish bo'ldi dedi. Boshqa bir odamdan to'xtamlashib, boshqa bir odamning mulkidan foydalangandek. Bu to'xtamlashga odam o'lib ketib qolgan ekan, buning igdorchiligi mirasxo'zi o'tkazgan. To'xtamni dadisi bilan qilishgan. Hozir dadisidan ijaraga olgan narsadan hozir boshqa odamning mulki bo'lib qolsa, uni foydalanayotgan. Aslida shu igisi to'xtamlash kerak deb bilan demoqchi. Ayında kaçıl kelib chiqdi deydi. Va in matal mustajiru tati o'rsak endi agar ijaraga o'ttirgan kishi o'lib ketib qolsa, fatakunu uzra mustahaqqatan alayhi ba'da mawtihi. Hozir o'lam deganimiz ikkita tarafga ishlayapmizmi? Ikki tarafdan birisi o'lib ketib qolsa, ijara buzilib ketadi degan bo'lgan ekan. Agar ijaraga og'ich o'lib ketib qolsa, u to'xtamlashga odam o'lib ketib qolsa-mu, o'sha odam ijara tuzish kerakdek bo'lib qoldi deydi. O'sha odamning gapida ijara bor degan bo'ldi. Halbuki u odam o'lib ketib qolgan. Vel meyyitu la yasbutu alayhi daynun bi ijma'in ba'da mawti. U o'lib ketgan odamning gapiniga qarz yuklamamaydi debdi. Demak, sizning qarishingiz bo'yicha olsak shu masalada manda ikki o'rindan tutib qolasiz deb mat qildi. Va amma Shafi'iyyatu fala yalzamuhum hada. Endi Imom Shafi'i bu juz'an fajuz'an degan ekan. Oldin ijaraning pulini berish kerak dedi-ku. Unda bo'lgan ekan, nima Imom Shafi'i ishlamaydi mat qilish. Shafi'i va Hanbali mazhab tiklagan. Lian istifal ujra yajib indahum bi nafs al-aqd mana. Pulni qancha berish kerak bo'lib qolganda alama salafa min zalik yuqorda o'tib qildiqun. Va inda Malikan anna ardal matari ma boshqa nimaga o'tkazdi. Ya'ni Imom Malikning nazarida yamg'ulan so'rilgan zaman idza ukriyat ijaraga berilib qolsa, famana al-qahtu min zira'atiha aw zara'aha falam yanbut az-zara'. Mesela qahatchilik bo'lib, qurg'oqchilik bo'lib, teriyolmay qolsa o'zimni yoki tergan bo'lsin binas unmabdi. Qurg'oqchilik o'g'achqa, shu az o'g'achqa. Annal kira'a yanfasil. Bu ahvolda Imom Malik bu zimindan foydalanmagan bo'g'achqa ijara buzilib ketdi. Bu mutavari. Aslan bu yoqmay qoldi. Taribi favqulodda ahvol kelib qoldi. Chaqda ijara buzilib ketdi debdi. Va kadalika in ista'zarat bil matari hatta inqada zaman az-zira'a. Ista'zarat yani ta'azzara istimaluha demek. Yani yamg'u suyini ishlatib, undan foydalanib terig'il olmaydigan bir ahvol bo'lib qolsa, ziroat vaqti shunlar o'tib ketdi. O'tib ketgandan keyin bo'ldi. Ista'zarat deydi masalan, yamg'u yog'gan chaqda yog'may, keyin kechikib qolib, keyin terig'ilgan vaqt o'tib ketgandan keyin yoqqan bo'lsa, o chaqda yana foydalanmam bo'ldi deydi. فلم يتمكن المكتري من أن يزرعها وانكريم ما يقلده يمغو وقت دي يغمغلقتين وسائر الجوائح التي تصيب الزرع لا يحط عنه من الكراء شيء باشقى آفت لا ولبقاسا مثلا قرد تشته uolde boran çıktı deymiz mesela. Bunda afatlı bulab ziraatni ziyanga surtadigan afatlı bulab qolsa, u ijaradan bir narsani shuritanmaydi. Yani deyishgan ijarani berish kerak. Boran chiqib, qo'ri to'kilib ketib qoldi yoki bug'doydan misa tuzib ketdi deb bundan qilsa, ijaradan chiqqan durib bilan degan gap yo'q. Javoyatdan tatib boshqa ketganda boshqa min an yazra'aha deb bir chiqib qo'yasanlar va sa'irul jawaihi allati tusibu az-zar'a la yahuttu anhu min al-kira'i shay'un. Şu yandirdi ya hozir ijara tasdiqlab ketgan pulni qaytarib berdi degan gap. Ijara to'xtam amaldan qoldi, pul egasiga qaytadi, zimin egasiga. Wa indahu anna al-kira' alladhi yata'allaqu bi waqtin ma bu boshqa bir masalani. Yata'allaqu bi waqtin ma annahu in kana dhalika al-waqt maqsudan mithla kira' ar-rawahil fi ayyam al-hajj faghaba al-mukri an dhalika al-waqt annahu yanfasikhu al-kira'. Mesela muayyen bir vaqtga chetishliq bir kira olib qolsa, mesela haj mavsumida kira qilish mesela. Ayda bir ish olib qolsa, kiraga berguchi yo'qolib ketib qoldi. Kemmada vaqtida. Bu chaqda kira amaldan qoladi, buzilib ketadi. Biz haj vaqtida biz mashinada bizni deyishdik. Bizni Arafat, Mina, bunga ichqisiz da.
Nima? Deyishgandikan soat 8da yovmi tarbiya saqlab tursak kelmadi. Kelmagandikan qanday qilib ijara bekor bo'ldi. Biz boshqa mashinaga kerak bilan chiqmasak zodi ajo'lanmaymiz. Wa amma illam yakun al-waqtu maqsudan fa innahu la yanfas. Lekin shu chaq uni biz ko'zlamaydigan bo'lsak, uni boshladim aytsimi bir soatdan keyin akasini bulgan bo'lsa mayli, u chaqda buzilmaydi. هذا كله عنده في الكراء الذي يكون في الأعيان. شكر قلنا مثلا إمام مالك النظر ده شو ما ينبرنا أصل بغن إجارة قتلغان حكم لابو. فأما الكراء الذي يكون في الذمة لكن كينشي من ذاك برما ده قاعدين يجكلوا والدغان بر إجارة بلبقاسا فإنه لا ينفسخ عنده بذهاب العين التي قبض المستأجر ليستوفي منها المنفعة إذ كان لم ينعقد الكراء على عين بعينها. Fiddima degan manda narsani akapirma shuni ishlatsa degandekmiz. Mashinani bizga akapiray, ayta. Dedimiz. Lekin muayyan mush mashina deyishmadi. Mashinadan birini. Manda markalik mashinani birini akapiray degan bo'lsa, fiddima degani ata akapirma degandek. Manda mashina degan bo'lsa, u mashina qo'liga olibdi, olgandan keyin qachon u mashina bir chiqib buzib qoldi yoki yo'qolib ketdi. Undan keyin uning o'rniga qachida boshqa mashina almashtirib bo'ldi demoqchi. وإنما انعقد على موصوف في الذمة. Çünkü o muayyen bir sıfatlangan narsada buniki akapirman deb to'xtamlashgan. Uning o'rniga shunda sifatlik bir narsani akapirsa yana bo'laverdi demoqchi. Va furu' hadal bab katiratun va usuluhu hiya hadhihi allati zakarnaha. Buning tarmoqlari bakcha, lekin asos masalalari biz bayon qilgan masalalar shu deydi. Pulni nesi qilmoqmi? Pul bergan molni nesi qilmoqmi? Ha? Aeroplanga bilet qilmoqmi? Aeroplanın adı çıksın kaçtı adamlar kemalde mağazadan çıksadı ekipler. Dedim pulum talep bulduğunuz ama aeroplanın şunda çıktınlar. Kapıdal müsteciradır ha. Aeroplanın şunda çıktı. Aeroplanın bir kaçta çıktı. 20 saat saklardım kaldı ki. Şuna ama aeroplanı ülkemiz dedi. Buldu dedi. Subhanakallahumma ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.